Bu videoni ko'rgandan keyin qaytib umuman Green Card o'ynamasangiz ham bo'ladi. 4 qavatli, o'zini liftiga ega, terrasalarigacha qilingan, $449 1 kvadratini so'ralayotgan, yetmaganiga bo'lib to'lashga ham olsa bo'ladigan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida takrorlanmas taklif chiqdi. New York kayfiyatini beruvchi 122 gektarga qurilayotgan o'z ichida bog'chalari, sport zallari, dorixona, barbekyu magazinlari va atrofida 24 soat qo'riqlanadigan yopiq maydonlariga ega bo'lgan bu shaharcha Yangi O'zbekiston bog'i Olimpiya shaharchasi yaqinida qurilyapti. Har bir qavati 44-45 kvadrat metrdan jami 4 ta qavat, 178 kvadrat metr 4 ta xonadan iborat bo'lgan bu kottejlarimizda ham terrasa, ham o'zini shaxsiy lifti, ham 2 ta avtoturargohlari qilingan ekan. Xuddi siz orzu qilgandagi sharoitlarga ega bo'lgan New York kayfiyatini beruvchi bu kottejlarimizga istasangiz Tapoyish ko'prigidan, istasangiz Temur Malik ko'chasidan kirib kelsangiz bo'ladi. Eng qizig'i o'rtoqlar, farzandinglarni boqqa borish g'amidan qutulasizda. Yonginasida Yangi O'zbekiston bog'i va Olimpiyadani bemalol terrasadan tomosha qilsangiz ham bo'lar ekan. O'rtoqlar, sizlarga savol-da, palon pulli liftni sizga o'rnatib bersa, 4 ta o'rinni hammasi o'zingizniki bo'lsa, 80 mingga arziydimi, yo'qmi? Albatta, xolisona fikrlarni qoldiringlar.